Assalomu alaykum. Hozir e'tiboringizga Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlarni taqdim etaman. Joriy yilda sohada 20 dan ortiq qonun va qonun osti hujjatlari loyihasi ishlab chiqilib, bugungi kunda ular amalga kiritib borilmoqda. Jumladan, eng muhimlari tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda chiqindilar to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun loyihalari ko'rib chiqilmoqda. Sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilib, toza makon yagona elektron billing tizimi uzluksiz ishga tushirildi. Mazkur tizim ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro integratsiya qilinishi natijasida noreal debitor qarzdorliklar shakllanishining oldi olindi. Joriy yilning 1-dekabr holatiga ko'ra ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisoblangan 1 trillion 454 milliard so'm to'lovlarning 1 trillion 304 milliard so'mi, ya'ni 90% qoplangan. Ayni paytda ko'rsatilgan xizmatlar uchun aholining debitor qarzdorligi 622,7 milliard so'mni tashkil etmoqda. Haqiqatda ko'rsatilmagan xizmatlar uchun hisoblangan 211,9 milliard so'm noreal debitor qarzdorliklar elektron tizimdan chiqarildi. Mavjud 9452 ta mahallada yashovchi 37,5 million nafar aholining mahalla bo'yicha 8105 tasi, ya'ni 87%, aholi bo'yicha esa 23,9 million nafari, ya'ni 64% xizmatlar bilan qamrab olindi. Billing tizimidagi mavjud 7,3 million abonent soniga nisbatan jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqami, kadastr raqami bo'yicha esa 98,1% abonentlar ushbu tizimga kiritildi. Tahlillarga ko'ra 2025-yilda 15,1 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'lgan. Zaharli, kimyoviy, elektron, tibbiyot va toksik chiqindilarni boshqarish bo'yicha Bo'stonliq tumani Yakkatut mahalla fuqarolar yig'ini hududida zaharli kimyoviy poligonida 40 ming tonnadan ortiq margumush moddalari ko'milganligi aniqlanib, dastlabki texnik va ekologik tahlillar o'tkazildi. Shuningdek, Namangan viloyatidagi Chorkesar va Toshkent viloyatidagi Yangiobod sobiq uran konlarida Yevropa tiklanish taraqqiyot bankining 9 million yevro granti hisobidan rekultivatsiya ishlari amalga oshirilib, hududlar xavfsiz holatga keltirildi. Chiqindi poligonlari hududida ekosanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha bugungi kunda 6 ta ekosanoat zonalari tashkil etildi. Shuningdek, 11 ta hududda jami 14 ta qayta yuklash punkti qurilishi hamda zarur infratuzilma bilan ta'minlanishi rejalashtirildi. Chiqindilarni termik qayta ishlash va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan 116, 117 va 118-son qarorlarga asosan Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida xorijiy investitsiya mablag'lari hisobiga loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda ushbu zavodlarni qurish ishlari qizg'in davom etayotgan bo'lib, hozirgacha 152,2 million dollar mablag'lar o'zlashtirildi. Qolaversa, AQShning Sayar kompaniyasi bilan hamkorlikda yiliga 96 ming tonna tibbiyot chiqindisini yoqish hisobiga yiliga 320 gigavat soat issiqlik energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha 115 million dollarlik loyiha amalga oshirilmoqda. Janubiy Koreyaning Sejin kompaniyasi bilan amalga oshirilayotgan loyiha bo'yicha Ohangaron chiqindi poligonida 253 ta quduqlar qazilib, quvurlar joylashtirildi. Agentlik tomonidan Saudiya Arabistoni hamda Fransiyaning yirik kompaniyalari bilan xavfli sanoat chiqindilarini boshqarish bo'yicha hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi. Loyihani amalga oshirish uchun Jizzax va Navoiy viloyatlaridan yer taklif etilib, tashkiliy choralar ko'rilmoqda. Qolaversa, Yaponiya kompaniyasi bilan Toshkent viloyatida 8 million dollarlik biogaz olishga mo'ljallangan pilot tajriba loyihasini amalga oshirish bitimi imzolandi. Bugungi kunda Norvegiyaning Tomra kompaniyasi bilan hamkorlikda Toshkent shahrida tajriba tariqasida dastlabki fondomat o'rnatildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy, Jizzax, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga qaratilgan qo'shimcha yana 4 ta zavod qurilishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Loyihalarning umumiy qiymati 420 million AQSh dollari bo'lib, yiliga 1,4 million tonna chiqindilarni yoqish hisobiga 475 million
kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Sohani raqamlashtirish yo'nalishida toza makon billing tizimiga ko'ra, respublikada mavjud 9430 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 72658 ta ko'chalar, 197 ta qattiq maishiy chiqindi poligonlarining giyoh hududlari shakllantirildi. Hududlarda 830 ta chiqindi yig'ish maydonchalariga hamda 714 ta maxsus chiqindi tashish texnikalariga video kuzatuv moslamalari o'rnatildi. 3606 ta chiqindi yig'ish maydonchalarining geografik joylashuv koordinatalari aniqlanib, tizimga kiritildi. Joriy yilda sanitar tozalash korxonalariga lizing shartlari asosida qo'shimcha yetkazib berilgan 79 ta chiqindi tashish texnikalariga GPS uskunalari o'rnatildi. Natijada jami 3419 ta maxsus chiqindi tashuvchi texnikalardan 3230 tasi, ya'ni 95% GPS qurilmasi bilan jihozlanishiga erishildi. Tajriba tariqasida Jizzax viloyatining 9 ta tumanida 42 ta chiqindi tashuvchi avtotransport vositalarini chiqindilarni intellektual boshqarish dasturi orqali onlayn monitoring qilib borish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining 5-sonli farmoni ijrosi yuzasidan sanitar tozalash korxonalari ishchi xizmatchilariga 100 dona velosiped hamda sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalari ishchi xizmatchilarining oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan 100 nafar farzandlariga jami 1 milliard so'm miqdoridagi kontrakt pullari to'lab berildi. Sanitar tozalash xizmatida tariflarni belgilash bo'yicha 8 ta sanitar tozalash korxonalarining yangi tarif loyihalari ko'rib chiqilib, tegishli tushuntirishlar bilan qayta ishlashga yuborildi. Sohada sanitar tozalash korxonalari faoliyatini monitoring qilish hamda asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini baholab borish bo'yicha 114 ta tuman shaharni o'z ichiga olgan 64 ta davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimlar imzolangan. Imzolangan bitimlar doirasida joriy yilning 1-dekabr holatiga ko'ra xususiy sheriklar tomonidan jami 386,5 milliard so'mlik investitsiya hisobiga 384 ta maxsus texnika, 5700 dan ortiq konteynerlar, 4 ta chiqindilarni saralash va 16 ta qayta ishlash uskunalari xarid qilindi. 33 ta chiqindi yig'ish shoxobchasi qurilishi ta'minlandi. Joriy yil davomida jami 107 ta chiqindi yig'ish shoxobchasi, jumladan 34 tasida qurilish, 16 tasida rekonstruksiya va 57 tasida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Agentlik tomonidan 113 ta sanitar tozalash korxonasi faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlari baholab borildi. Korxonalarning samaradorlik ko'rsatkichlari respublika bo'yicha o'rtacha 55,5% ni tashkil etib, 30 ta sanitar tozalash korxonasi yashil, 57 tasi sariq va 28 tasi qizil toifada baholangan. Toshkent shahri hamda Andijon, Toshkent, Buxoro viloyatlarida tajriba tariqasida 8 ta sanitar tozalash korxonasi tomonidan saralab yig'ish va xarid qilishga to'liq sharoit yaratildi. Ularga chiqindi konteynerlari o'rnatib berildi. Shu bilan birga chiqindilarni saralab yig'ishni tashkil etish maqsadida 36 ming dona chiqindi paketlari xarid qilindi va fuqarolarga bepul tarqatildi. Qolaversa, Xorazm, Samarqand va Buxoro viloyatlari turizm obyektlarida zamonaviy chiqindi yig'ish maydonchalari tashkil etilib, konteyner, urnalar va kameralar bilan jihozlandi. Qolaversa, agentlikning o'z mablag'lari hisobidan Jizzax viloyatidagi sanitar tozalash korxonalariga 604,7 million so'mlik 222 ta chiqindi konteynerlari yetkazib berildi. Shu o'rinda Buxoro, Sirdaryo, Xorazm, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Namangan, Farg'ona, Toshkent viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasiga 75,4 milliard so'mlik 79 ta maxsus texnika lizing shartlari asosida yetkazib berilishi natijasida qo'shimcha 643 ming nafar aholi xizmat bilan qamrab olinishiga, xizmat sifatini yanada oshirilishiga erishildi. Agentlik tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'rganish yo'nalishida joriy yilda jami 21300 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, Kol markaz va Prezident virtual qabulxonasi orqali 20549 tasi, ya'ni 96,4%, agentlik hududiy filiallari 751 tasi, ya'ni 3,5%. Murojaatlarning 16789 tasi, ya'ni 79% ijobiy hal etilgan. 2976 tasiga, ya'ni 14% ga tushuntirishlar berilgan. 81 tasi esa rad etilgan bo'lib, hozirgi kunda 1376 tasi, ya'ni 6,5% ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga agentlik tomonidan aholining ekologik madaniyatini oshirish maqsadida har yili 30 mart Xalqaro chiqindisiz dunyo kuni
20-sentyabr Butunjahon tozalik kuni munosabati bilan respublika bo'yicha ommaviy ploging eko-aksiyalari o'tkazilib kelinmoqda. Qolaversa, yil davomida mahallani chiqindidan xoli hududga aylantiramiz. Dolzarb tozalik kunlari, tozalik va ozodalik oyligi kabi bir qator eko-hashar tadbirlari o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirlar doirasida respublikaning 95.213 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida, shuningdek 60.631 ta jamoat joylari tozalanib, o'tkazilgan tadbirlarda 66.291 nafar tozalik posbonlari hamda 100 dan ortiq hamkor tashkilotlarning 70.301 nafar xodimlari faol qatnashdi. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida agentlik mas'ullari tomonidan ekologik soatlar, targ'ibot darslari o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. Chiqindi poligonlarini boshqarish yo'nalishida agentlik huzuridagi Chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Respublika bo'yicha jami 1824 gektardagi 228 ta chiqindi poligoni mavjud bo'lib, shundan 199 tasi maishiy, 15 tasi zaharli kimyoviy, 14 tasi qurilish poligonlari hisoblanadi. 2025-yil davomida budjet mablag'lari hisobidan 81,6 gektar maydondagi 18 ta hamda budjetdan tashqari boshqa mablag'lar hisobidan yana 5 ta qattiq maishiy chiqindi poligonlari to'liq rekultivatsiya qilinib, tuproq qatlamlari bilan yopildi va faoliyati to'xtatildi. Direksiya tasarrufidagi 333 ta maxsus transport vositalarining 218 tasiga GPS qurilmasi o'rnatildi. Sohada korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan ichki hujjatlar ham qabul qilingan bo'lib, agentlik markaziy apparati hududiy boshqarmalari va tizim tashkilotlarida ijroga qaratilgan. Joriy yilning sentyabr oyida Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi elektron platformasining maxsus o'quv kurslarida 52 nafar xodim malaka oshirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.